O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-dekabrdagi tarixiy obyektlar va turizm rivojlanmagan hududlarda mehmonxonalar faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 919 sonli qarori qabul qilingan. Unga muvofiq mehmonxona mavjud bo'lmagan tuman shaharlarda kichik otellar qurish, ularni jihozlash, xarajatlarining bir qismini qoplab berish nazarda tutilgan. Ushbu xizmatdan yuridik shaxslar Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishi mumkin. Ushbu arizani Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi turizm qo'mitasi 10 ish kuni mobaynida ko'rib chiqadi. Xizmatdan foydalanish bepul tarzda amalga oshiriladi.